Bu videoni qassoblar va to'rt sotuvchi qizlar, qassob akalarimiz va to'rt sotuvchi qizlar ko'rsin. Qolganlar ham ko'rsa bo'laveradi. Xo'sh, men sizlarga tavsiya qilaman. 22,5 metr bo'ladi. Bu yog'iga 1.10 bo'ladi. Ikkitasi birda bo'ladi. Tepasi ham marazilka, pasti ham marazilka, alohida sklatchasi bor. Bunda endi xohlagan to'rt soting. Xohlagan mana bunaqa idishga marojniy, rangli marojniy, kiloli, sharikli marojniy deydi-yu, turetskiy, italyanskiy, o'sha qilib soting. Xohlagan patnisda go'shtlarni chiroyli qilib qo'yib, go'sht soting. Mana 3 tomonidan ochiladi. Tagida qo'shimcha sklatchasi bo'ladi. Devorlari muzlaydi, pola muzlaydi. -20 gacha men o'zim tekshirdim. -20 bo'ldi pola. Undan tashqari aylanib o'tdi. Bu yoqda mana sklatchasi bo'ladi. Mana sklatchasi bo'ladi. Bu -25. Bu sizga bemalol anaqa bo'ladi. Ikkita energiya tejamkor motor turibdi. Mana shovqini yo'q, issig'i yo'q. Ikkita sensorli upravleniya turibdi. Mana pasporti. Xitoy zavod original 1 yil garantiyasi bor. Buni sizga biz dastavka qilib berganimizdan keyin 1 yil ответda turamiz. Masalan, mashinasi $2350. 22,5 metri. Endi xohlasangiz bu tipidan bor. Bu ham xuddi shunaqa svetlari yonadi. Buni sal balandroq. Mana bu yoqqa polkani qilib, bu yoqqa xohlasangiz marojniyni qilib, xohlasangiz tort, xohlasangiz go'sht sotsangiz bo'ladi. Buni ham tagida anaqasi bor. Nima deydi? Sklatchasi bor. Buni ham pult upravleniya sensorli. Tak, buni narxi $2100. Hozir skidkaga tushyapti. Xudo xolasa, yangi tovarimiz kelguncha sal yaqinlashtirib olaylik. Yangi tovarimiz kelguncha sklatni bo'shatishimiz kerak. Bugunning o'zida hozir to'rtta dastavka yana plus bor. Tezroq bo'shatib qo'ysak, yana yangisi keladi. Xullas, tortchilar uchun, go'shtchilar uchun juda ham ajoyib variant. Undan tashqari mana bunisi ham bor. Bunisi ham bor. Bu bahaybat, mana bu 4 eshikli ajralib tursin, bu 3 eshikli. Bunisi 2,5 metr, 2,25 bo'yi. Bunisi 1,8ligi bor, 2 metrligi bor. Devorlari muzlaydi. Bu ham go'shtga, tortga, pirojnilarga juda ham ajoyib. -20 daraja. Masalan, mana shu narxi $2800 kami bor. Ikkita alohida motor, ikkita alohida sensorli upravleniya turibdi.